Xo'p, usta akalar, hozir texnikamizdan ozgina tushuncha berib yuboradilar. Mana bu misol bir xil klientlarda bo'lyapti. Mana san'atga nima qo'yapsizlar? Ekspert 8 talik, 56 ga 8 qo'yamiz desa, ularnishlari bo'yicha qilalamanmi, qilolmaymanmi degan savol tug'ilyapti. O'shaning uchun Abdulmajid bitta ozgina tushuntirib beradilar. Qaysi simlar ulanadi-yu, qaysi shtekerlar olib qolinadi, qaysilari olib tashlanadi, paletkalar bo'yicha ozgina tushuncha beradilar Abdulmajid. Stak Yevropa gazda benzin injektor paletkasi boshqa ulanadi. Masalan 1, 5, 2, 6, 3 7, 4, 8 unaqa narsa emas. Stak bilan Yevropa gazda ashi boshqa ikkalasi ikki xil. Ekspert ham xuddi shu boshqacha ulanadi. Sababi bunda miyani abnologiyasi boshqacha ishlaydi. Hop, bir injektor mana injektor sariq bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ketma-ket ulanadi. Injektor paletkasi birdan boshlanadi. Birinchisi sariq, oxirgi serial bilan tugaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketma-ketli ulab ketaveradi. Muammosiz narsa, muammosiz ishlaydi. Faqatgina shu nastroy qilayotgan vaqtida o'zini abnologiyasi bor, to'g'ri ikkiga qilinadi. Hop, ulangandan keyin ham hop tekshirib olish kerak. Обязательно har doim benzin injektori qaysi biri plus qaysi biri minusini bilib olish kerak. Har doim tekshirish shart. Chunki masalan o'zlaring ko'ryapsizlar, hammasining simi har xil. Masalan qora qizil, qora ko'k, mana shunaqa bo'lganda bitta rangi bir xil bo'lib turib, ikkinchisi boshqa bo'lganda boshqa narsa edi. Bu hammasi har xil bo'lgan hisobiga обязательно benzin injektor tokini tekshirish shart. Buni tugatgandan keyin ekspertlar OBD eng asosiylardan biri OBD. OBD 14 bilan 6 ulanadi tagida. Buni ham tekshirish qayerda bo'ladi? Mana datchigi bilan OBDni mana kirgizib olasizlar. Tagida gofra bor, oddiy bilan turibka bor, tekshirib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Muammosi kirib ketadi ichkariga. Keyin через zamok bilan impuls bor. Через zamok bilan impulsni mana miyadan olingan, mana miyaga kelyapti. Babinani mana babinani 3 ta shtiker bo'lsa, shtiker 3 talik mana. 3 talikdan har doim Kia Sonet-da, boshqa mashina emas, Kia Sonet-da o'rtadagi mana yashil, bunda qizil, bunda oq, bunda o'rtada pushti mana. Mana shu o'rtadagi qaysi biriga bo'lsa ulab olsangiz bo'ladi. Benzin injektor emas, babinani impulsiga. Bu оборот bilan через zamok qo'llanadi. Через zamokda ham оборотdan ulash shart har doim. Agar через zamok ulanmasa, datchig o'chmay qoladi, 1-2 oydan akkumulyator o'tirib qoladi. Muammosi keyinchalik kuzatiladi. Оборотda ham xuddi shunaqa benzin injektor emas, imенно pasilindrovый birinchi silindr ikkinchi silindr ulab qo'yish shart. Ya'ni benzin injektor qilib qo'ysa, mashina zabt bo'lishi qiyin bo'lib qoladi. Muammo keltiradi keyinchalik ham. Shuning hisobiga har doim babinani olish kerak. Suv sistemasi ham bunda 8 ishlan yo'q. Har doim 16. 16 perihodga qo'yib turib olasizlar. Masalan 16 ga 8 qo'yasizlar yoki 19 ga 16 qo'yib turib reaktorga olasizlar. Propanga ham, metanga ham har doim pechkani olasizlar. Aha. Mana injektor stekerlar 8 ta chiqadi. Buni injektor gaz injektor stekerlar xuddi shunaqa. Faqat bunda ham bu sal ozgina boshqaroq. Masalan 1, 3, 5, 7 ulanadi. O'rtada qolganlari iziniyatni yopib boradi, ketishdan bo'ladi o'zlarining xohishlari. Lekin ishlashi 1, 3, 5, 7 taqiladi. Masalan ketmaga 1, 2, 3, 4 unaqa ketmaydi bu ham. Xuddi shunaqa taqiladi. Bo'ldi. Demak, tog' sonlarini olib qolinadi. E'tibor qilasizlar, injektor simi 1, 3, 5, 7. Faqat tog' sonlari ana shular olib qolinadi, qolganini o'rab yuboriladi. Uchoq-uchoq. 1, 3, 5, 7. Mana bu ketishi ham bo'ladi, o'zini xohishiga yog'i. Qolgan narsasi muammosi soplalar, oddiy soplalar qo'yiladi. Lekin Kia Sonet juda ham gazni kam xohlaydigan mashina. Kalibrovkasini bitta ko'rsatib o'tamiz, lekin juda ham kam gaz xohlaydigan mashina. Farsunga teshigini ham har doim 2 qilinglar. Bu Farsunga masalan rail qo'ysan, barkodlar qo'ysan, farqi yo'q. Nima Farsunga qo'ysang ham teshigini 2 qilishni maslahat beraman. Metanni ham, propanni ham. Sal 2,5 2 qo'ysan ham siltalab qolish ehtimoli bor. Ha. Shaxsan har doim 2 qilsa yaxshi. Buni ham ko'rsa. Ha. Yana Shu bo'ldi. OBD'nikini ko'pchilik biladi. 14 ga palasali, 6 ga bespalasa ulanadi. Shunaqa ulanadi. Muammosi ham ishlaydi, xolasi. Bo'ldi. Xolasi chek pegish narsa yonmaydi, mashina ideal tarzda buzib beriladi. Nastroyka bo'yicha ham xudo xolasa bitta ko'rsatma berib yuboradilar. Rahmat ustamizga, sog' bo'ling.